Assalomu alaykum. Guvohnomani ko'rsatingiz. Aka, papichklaringiz bosib, aka, like papichkan aka, qachon o'ynaymiz? 500 mingni qachon yutamanman? Shu bola 50 ming beraylar, ketdi, yaxshi ishdan olsin. Davay boshlaveraylik uka, tayyormi? Hozir o'ynaysizlarmi? Bo'ldi, gap bo'lishimiz emas bo'ldi. Nima deysizlar? Bu ikkalasidan qaysi biri yutadi hozir? Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni hozir yozinglar. Like'larni bosib qo'yishni ham unutmanglar bolalar. Bye. Bu to'g'ri o'ynashni o'rgan. Bularga emasdi endi men bilan o'ynashi, bir yosh bola-ey. Men sen ko'rsan qanaqa o'ynashni. Netga bergin-ey. Tejam emasmi, vaqtim klassika krisasi bo'lib ketyapsan, uka. Bu o'yna yaxshilab. Bahona qilsam. Qo'y bahona, sen nima bahona qilamanmi? Lekin internet ishlamayapti. Qolgandan keyin qanday ishlaydi ukajonim? Oh, bo'lana, ukajonim, jonim ukam, senga emas men bilan o'ynash. Endi nima qilasan? Qo'shiq aytaman. Qo'shiq aytaveradi osiga, chiroyli qilib bolaga. Nima bo'ldi endi ukam? Qoldim aka. Endi bitta muzika aytaver qani. 15 mingta like bo'lsa, men shu 3 ta chot qo'shiq aytib beraman. Yana 15 mingta like so'ra. Tinmaydi bola, like'larni bosinglar. Keyingi videoda kutamiz muzika aytganini. O'rtoqlar, videoni shu joyda stop, chunki men sizlarga foydali maslahatim bor. Ya'ni PUBG'chilar, sizlarga Bulldrop saytini tavsiya beraman. Bu saytga kirib o'rtoqlar faqatgina pul tikib, pul chiqara olmaysizlar, faqat 100 tarzda chiqarsanglar bo'ladi. Balans to'ldirayotgan paytingizda shart promokodini ishlatish orqali 20% ham skidka olishingiz mumkin. Kirib o'zingizlarning omadinglarni sinab ko'ringlar. Agarda kam pul tikib ko'proq narsa tushadigan bo'lsa, uni 100 qilib chiqarib o'zingizlarning akkauntingizga chiqara olishingiz mumkin. Kam puldan ko'proq 100 ishlab olishingiz mumkin. Albatta bu saytga faqatgina ortuvchi pulinglarni ishlatib omadinglarni sinab ko'ringlar. Qarz yo'q, kreditga o'ynamanglar bolalar.